Farg'onalik bitta qizni oldiga keldim. Bu qiz taxminan bizdan 20 yil oldinda desam ham bo'laveradi. Hamki ishlatgan narsalarni ko'ringlar. Bu dunyoning odami emas bu odam. Bu kim desalaring, bu meni opam. Voy voy. Ustalarini ham sochiga oq tushgan bo'lsa kerak bu insonni rozi qilguncha. Bu uchobni sentrlar apparatlarni ham ko'ringlar. Lekin sharoit bor-ku. Bunaqasi juda kam, juda ham kam. O'zlarini ham yutuqlarini ko'rasizlar. Nargiza Kadirova. Hozir nima amaliyot qilyapsiz Nargiza opa? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanday? O'zingiz yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Buncha chiroyli bu siz ishxonangiz. Siz ishni yoqdimi, nomus bering? Nomer 1 bo'pti. Men aytyapman yurtdoshlarimizga Nargiza opam bizdan taxminan 15 yoki 20 yil oldinda deyapman. Rahmat. O'zlari oliy toifali shifokorlar va hozirda ordinaturaga ham harakatlarni amalga oshirishyapti. Bu yerda estetik klinika hisoblanadi. Yuzdagi любой muammolar bo'yicha murojaat qilsalaring bo'laveradi. Ishirib yuborishlar yo'q. Qalinlashtirib yuborishlar yo'q, to'g'rimi? Juda ham chiroyli qilib kerak bo'lsa ayrim lablarni men qilmayman deb отказ qilar ekan. Mana shu inson eshitib qoldim. Bitta like bosib Bo'lgan qo'yasizlar. narsani men ayollarga tavsiya qilmayman, nafaslik. Ana, boshqangi insofli qolaversa, xalqni o'ylaydigan mutaxassislarimiz ko'paversa. Tabiiylik birinchi o'rinda men uchun. Tabiiylik. Chetdi.